Bugun sizlar bilan Haval H9 bo'yicha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Qimmat narxdagi rang hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham o'zgacha ko'rinishda. Old risovkalari, buferlari, past ko'rinishlari hammasini rangi hamohang, bir-biriga kombinatsiya bo'lgan holatda ishlab chiqarilgan. Avtomobilimizda 220 volt tok chiqaradigan maxsus sistemasi ham mavjud bo'lib, o'sha tog'li zonalarda bo'lganingizda choy qaynatishinglar, televizor ko'rishinglar yoki shunga o'xshagan o'zingizlarning qo'shimcha ehtiyojinglardan foydalansanglar bo'ladi. Avtomobilimizda hattoki tankiy razvorotlargacha bor. Undan tashqari qo'shimcha 4 ta ballonni qo'shgan holatda harakatlansanglar bo'ladi. Yokida oldi 2 ta ballonni blokirovka qilgan holatda orqa 2 ta ballon bilan orqa 2 ta ballonni blokirovka qilgan holatda oldi 2 ta ballon bilan harakat qilishingiz ham mumkin ushbu mashinada. Endi bu narsa bizga nimaga kerak degan savol bo'ladi. O'rtoqlar, yana sizlarga qaysi modelimiz bo'yicha batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsanglar, shu bo'yicha keyingi ko'rsatuvlarimizda to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kelsanglar, hamma avtomobillarimiz test drayvlari mavjud. O'zingizlar haydab ko'rib, yoqqan modelni o'zingizlarga ma'qul kelgan tariflarda xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bugun yana sizlar bilan Namangan Haval avtosalonini rasmiy dilerlik markazida ko'rishib turibmiz. Bugun sizlar bilan Haval H9 bo'yicha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Ko'rib turganingiz Haval H9 modeli bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Jizzax viloyatida ishlab chiqarilayotgan ushbu Haval H9 modelini 4 xil rangi mavjud bizada. Bu matoviy rang deyiladi, ya'ni boshqa modifikatsiyalarga nisbatan ozgina qimmatroq rang, ya'ni umumiy olganda H9 modelimizni full komplektatsiyasi ma'lum bir miqdorda narx qo'yilgan bo'lsa, bu o'sha narxga nisbatan 10 million so'm qimmat narxdagi rang hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham o'zgacha ko'rinishda. Old risovkalari, buferlari, past ko'rinishlari hammasini rangi hamohang, bir-biriga kombinatsiya bo'lgan holatda ishlab chiqarilgan. Albatta, avtomobilimizga LED matritsali diod chiroqlar o'rnatilgan bo'lib, to'g'ridan kelayotgan obyektni ko'zini olmagan holatda sizga yo'lni anchagina yorug' qilib ko'rsatadi. Ushbu avtomobilimizga ballonlarga ham e'tibor berishingiz mumkin. 19 shirokiy ballonlarda, kumxo'sonlis ballonlarda tashkil topgan hisoblanadi. Bu avtomobilimizni ballonlarini almashtirishingiz yoki mashinani shumizatsiya qilishingiz umuman shart bo'lmaydi. Ballonlari ham siz xarid qilganingizdan keyin minishingizga tayyor holatda qilib qo'yilgan. Ushbu avtomobilimizni motor qismiga keladigan bo'lsak, 2 turbina motor bilan jihozlangan bo'lib, 240 ta ot kuchiga ega. Ushbu avtomobilimiz o'rtacha aralash siklda 100 km tezlikka 8 litrdan 10 litrgacha rasxod qiladi. Yurishingizga qarab jami 6 ta rejimda harakatlanadi. Mashinamiz undan tashqari polniy привод bo'ladi aka. Polniy приводda ya'ni nedorojniy har xil yo'llarda bu avtomobilda harakatlanishingiz mumkin. Bu avtomobilimizni old eshiklari sensorli besключевой доступdan tashkil topgan bo'lib, qo'lni shuni qo'ysangizga mashina ochiladi. Bokovoylari mashina qulflanganda o'zi yopiladi. Avtomobilimizda 360 gradus kamera, silpoy zona, to'liq mashinamiz ko'rishingiz mumkin. Koja sidinalardan tashkil topgan. Koja sidinalarni ham alohida ta'kidlab o'tishim kerak. Bu tomoni, ya'ni yo'lovchi tomon 6 bosqichli elektroregulyator orqali harakatlantiriladi. U yoqdagi sidinamiz 8 bosqichli elektroregulyator orqali boshqarsangiz bo'ladi. Undan tashqari oldi 2 ta sidinalarimizda massaj sistemalarini ham o'rnatib qo'yganmiz. Ya'ni yo'lovchi yoki haydovchi harakatlanayotgan vaqtda ozgina o'zi uchun charchoqni sezganda massaj sistemasini ham 6 xil rejimda boshqargan holatda haydashi mumkin bo'ladi. Ushbu avtomobilimizga o'zi zavodskoy paroglar o'rnatib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Orqasi oynalarimiz zavodskoy kuydirilgan holatda bo'ladi.
Buni maksimum yorug'lik o'tkazuvchanligi 30% dan ozgina yuqoriroq. Xo'p, orqadan ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Ushbu avtomobilda 7 kishilik bo'lgani uchun shu avtomobilni o'rta o'rindig'idan tashqari orqada ham detskiy sideniyalar bor. Bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Bundan tashqari panorama tomimizni ham ko'rsatib qo'ying mijozlarimizga. Panorama tomimiz oxirigacha shtorkadan ochiladi. Ancha keng. Bu avtomobilimizda qo'shimcha ravishda hozir men u yoqdan o'tib sizga to'liqroq ko'rsatib berishga harakat qilaman. Siz u yoqdan olib tursangiz, men bu tomondan sizga ko'rsatib beraman mashinani. Ushbu avtomobilimizni orqadan sideniyasida orqada o'tirganlar uchun alohida podstakanchiklarimiz mavjud. Podstakanchiklarni ochib, bu yerda suv pullarni qo'yib bemalol ichib ketishingiz mumkin. Undan tashqari avtomobilni orqasida ham trexzonli klimat kontrol bor, ya'ni o'rtadagi havo iqlimini ham o'zingizga moslashtirsangiz, sideniyani isitsangiz, sovutsangiz bo'ladi. Bu sideniyalarimiz undan tashqari juda ham yumshoq. Harakatlanayotganda sideniyani ozgina orqaga yotqizish ham mumkin. Mana bemalol suyanib dam olib ketish uchun. Mana klimat kontrollarni hamma tomondan oziq joylari qo'yib qo'yilgan. Undan tashqari, agar siz yosh oila bo'lsangiz, yosh farzandlaringiz bo'lsa, bugungi kunda o'sha qonunga kiritilgan ISOFIX rejimidan foydalangan holatda yosh bolalarni koloskasini bu ISOFIX rejimida bu yerga qo'yib, bolalarning xavfsizligini ta'minlashingiz ham mumkin bo'ladi. Ushbu avtomobil to'liq xavfsizlik sistemasiga ega. Endi orqasini ham ko'rsatib qo'yadigan bo'lsam sizlarga, hozir bir daqiqa. Orqa sideniyalarni yotqizilgan holatda ko'rishingiz mumkin. Agar sizlar uzoq yo'lga safarga chiqadigan bo'lsangiz, orqa sideniyani yotqizib, to'liq spalniy sifatida foydalanib, bolalarni dam olib ketish uchun yoki o'zingizlar to'xtab dam olishingiz uchun ham qulay shart-sharoit yaratilgan. Bolalarga qo'shimcha sideniyalar ham bor. Ancha keng ko'rinishda. Hozir tashqaridan ham ko'rinishlarini ko'rsatib o'taman. Orqadagi bolalarga qo'shimcha imkoniyatlar yaratish maqsadida podstakanchiklar, qo'shimcha narsalarni qo'yish uchun joylarni ham hattoki orqa sideniyalarga ham o'ylab ketilgan. Ushbu H9 modelini orqadan ko'rinishini ham ko'rib turibsizlar. Qaysidir ma'noda gelik hissiyotini ham beradi ushbu avtomobil. Orqadan ko'rinishida bu ko'rayotgan narsalar qo'shimcha o'zingizlarni kerakli narsalarni joylash uchun joy hamda tog'li zonalarga dam olgan chiqqaningizda buni ochib qo'ygan holatda stulchani qo'yib xon sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Avtomobilimiz yonga ochiladi. Ko'rib turganingizdek, avtomobilimizda bu yerda yana nimadir narsalaringizni qo'yish uchun joylar ham qilib ketilgan, ko'zda tutib. Avtomobilimizda 220 volt tok chiqaradigan maxsus sistemasi ham mavjud bo'lib, o'sha tog'li zonalarda bo'lganingizda choy qaynatishinglar, televizor ko'rishinglar yoki shunga o'xshagan o'zingizlarning qo'shimcha ehtiyojinglardan foydalansanglar bo'ladi. Shu avtomobilimizda bitta subwoofer, 10 ta kolonka, 4 ta pishalkadan iborat bo'lib, audio sistemasi ham Infinity audio sistema bilan jihozlangan hisoblanadi. Avtomobilimizni bak qismiga to'xtaladigan bo'lsak, avtomobilimizning bak qismi 60 talik. Bugungi kun holatiga umuman benzin tanlamaydi, bemalol o'sha 92-95 dan foydalangan holatda harakat qilishingiz mumkin. Bu parok sistemasiga ham 5 yilgacha garantiya beramiz. Og'irlik ko'tarish jihatidan juda ham baquvvat. O'shaning uchun mana men sizlarga hozir avtomobilimizda mavjud hamma funksiyalarni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. To'xtatib turing. Bugungi kunda Haval H9 da qanaqa funksiyalar bor? O'zi Haval H9 da qanaqa xarakteristikasiga ega, salonidagi funksiyalarni to'liqroq ko'rsak bo'ladimi degan ko'plab mijozlarimizdan murojaat kelgani uchun mashinani hozir yurgizib, to'liq funksiyalarni sizga ko'rsatib berishga harakat qilaman.
Avvalo avtomobilga chiqib o'tirib olamiz. Hop. Men sizlarga ko'rsatib berishim uchun mashinani yurgizaman. Yurgizishdan oldin avtomobilimiz yurdi. Ko'rib turganingizdek rullar juda ham qulay, yumshoq. Rullarimizda isitish sistemasi ham o'rnatilgan. Undan tashqari bu yerni ko'rib turibsizlar, yetarlicha funksiya bor. Ya'ni ushbu avtomobilimizda jami olganimizda 44 ta funksiyadan tashkil topgan bo'lib, oldi sidinyalarda abagrev, obduv qo'shimcha oldi podveskalarni blokirovka qilish sistemasi hamda bu avtomobilimizda hattoki tankiy razvorotlargacha bor. Undan tashqari qo'shimcha 4 ta ballonni qo'shgan holatda harakatlansanglar bo'ladi yokida oldi 2 ta ballonni blokirovka qilgan holatda orqa 2 ta ballon bilan orqa 2 ta ballonni blokirovka qilgan holatda oldi 2 ta ballon bilan harakat qilishinglar ham mumkin ushbu mashinada. Endi bu narsa bizga nimaga kerak degan savol bo'ladi. Agar sizlar tog'li hududlarga chiqqaningizda oldi g'ildiragi avtomobilni botib qoladigan bo'lsa, oldi g'ildiragini blokirovka qilib, orqa g'ildirak bilan chiqib ketishinglar ham mumkin bo'ladi. Sizlarga shu tomondan yordam beradi. Undan tashqari avtomobilimizda avtohold sistemasi bor, ya'ni sizlar svetoforga to'xtaganingizda har doim tormoz ezib turishinglar shart bo'lmaydi. Avtomobil o'zini o'zi to'xtatib turadi va svetofor ochilishi bilan gaz bosib harakatni davom ettirishinglar mumkin. Ushbu avtomobilimizda undan tashqari parktroniklar rejimlarini ham ko'rishinglar mumkin. Rejimlar bu yerdan o'zgartiriladi. Sport, qor rejimi, ya'ni bu avtomobilimiz o'zimizni Jizzaxda milliy avtomobil sifatida ishlab chiqarilayotgani uchun audio sistemani, umuman elektronika sistemasini tili rus tili yoki o'zbek tilida ishlab chiqarilgan. Sizga bu ancha qulay bo'ladi. Undan tashqari loyli yo'llarda yurishinglar uchun ham alohida sistema qilib qo'yilgan. Qumli yo'llarda, eko rejimlarda, standart rejimlarda mashinani harakatlantirishinglar mumkin. Jami 6 xil ko'rinishda mashina harakatga keladi. Endi aytib o'tganimdek klimat kontroli bor bu yerda. Mashinamizni klimat kontrol 3 zonali sistemada ishlaydi. 3 zonali deganda qanaqa? Oldi sidinyaga, o'rta sidinyaga va orqa sidinyaga klimat kontroli o'zingiz xohlagan tartibda muvozanatini ushlashingiz mumkin. Ya'ni deylik, agar sizga sovuq havo sistemasi yoqadigan bo'lsa, o'zingizga sovuq havoni yoqib, o'rtada ota-onalar o'tirgan bo'lsa, ularga issiqroqni yoqib, eng orqada yosh bolalar o'tirgan bo'lsa, ularga issig'i yoqib qo'ysangiz ham 3 xil havo sistemasini avtomobil bitta vaqtda o'zida sizga ta'minlab bera oladi. Ko'rib turganingizdek, havo sistemasini aynan tana a'zolarini qaysi joyga berish kerakligigacha ko'rsatsanglar bo'ladi. Yozgi kunida juda ham isib ketganda konditsionerni 2 barobarga oshirsanglar bo'ladi. Undan tashqari sidinyalarni isitish hamda sovutish sistemalari bor. Oynalarimiz qo'shimcha ravishda deylik, qorli zonalarga kirganingizda oynalarimizda bug'langan holatlar ko'p bo'ladi pechka ishlatganimizda. Bunda spiral bo'lgani uchun oynalarda o'sha bug'lanishlarni ham oldini oladi. Xavfsizlik sistemasi nuqtai nazaridan ham sizga bu ancha yordam beradi. Hozir buni o'chirib qo'yamiz. Endi qo'shimcha ravishda deylik, akalarimiz misol uchun yaxshi joylarga aylangan chiqishganda merimiy qilishmoqchi bo'lsa yoki bir yoqtirgan insoniga qanaqadir bir neobычный situatsiya yaratmoqchi bo'lsa, bunda o'sha narsani ham o'ylab ketilgan. Hattoki tug'ilgan kun yoki nimadir holat bo'lganda romantik rejimini yoqib ayolini shu ko'rinishda tabriklash ham mumkin bo'ladi. Buni sistemalari har xil o'zgartirsalar bo'ladi. Bunda o'sha birdan shu sistema yoqqaningizda tepadagi panorama tomlar ochiladi, to'liq oynalar ochiladi, muzika doimiy yoqimli ovozda chalib turadi.
Hop, undan tashqari CarPlay orqali avtomobilda GPS, YouTube, shunga o'xshagan barcha ijtimoiy tarmoqlardagi programmalarni o'rnatib foydalansangiz bo'ladi avtomobildan. Off-road rejimini yoqish sistemalari, radio sistemasi bor. Undan tashqari Bluetooth orqali ulab musiqalarni tinglasangiz bo'ladi. Ovoz sistemalarini o'zingizga to'g'ri kelgan holatda moslashtirishingiz mumkin. Bemalol. Hop, displeylarni ham ko'rinishlarini balandroq, yarki ko'rinishlarini ham pastroq, balandroq qilib o'zingizga moslashtirsangiz bo'ladi. Qo'shimcha ravishda avtomobilimizda tezliklarning muvozanatini saqlash uchun ham alohida rejimlar o'rnatilgan bo'lib, bu avtomobilda haydagan insonlarimizga antiradar ham shart bo'lmaydi. Nimaga? Chunki aynan ketayotgan yo'lida necha tezlikda yurish kerakligigacha avtomobil ogohlantirib turadi. O'sha ogohlantirilgan rejimga asosan bir xil tezlikda yurishi mumkin bo'ladi. Agar aynan o'sha yo'lda belgilangan tezlikdan oshirgan holatda haydovchi tezlikni oshiradigan bo'lsa, tezlikni oshiryapsan deb bu yerdan oynadan ham, tablodan ham ogohlantirib, sizga ogohlantirish berib turadi. Rullarni sozlash sistemasi bor. Rullaga sizga aynan nima, qanaqa funksiya kerak bo'lsa, o'zingizga moslab o'rnatib olsangiz bo'ladi. Qo'shimcha, misol uchun mana haydovchi yoki yo'lovchi deyapti. Bu yerda massaj sistemasini haydovchiga moslab yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qo'shimcha ravishda aynan siz o'tirganda sidena sizga moslashishi uchun pamyat sidena ham o'rnatib ketilgan. O'zingizga moslab sidenani saqlanib qilib qo'yasiz. Doim siz mashinaga chiqqaningizda sidena sizga moslashgan holatda ishlaydi. Qo'shimcha ravishda mana massaj sistemasini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta sistemada ishlaydi. Mana men hozir to'lqin sifatida massaj qildi, massaj sistemasini yoqdim va massaj sistemasi o'zi mana ko'rishingiz mumkin, sidenada ishlayapti. Mana ishlayotgan holatini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bizda yolg'on yo'q. Ya'ni mana yo'lovchi tomonidan ham xuddi shu sistemani yoqib berishim mumkin. Aka, o'zingizdan bitta o'tirib ko'ring, sidenaga o'zi ishlayotganiga amin bo'lsangiz bo'ladi. Qo'shimcha ravishda ushbu avtomobilda simsiz zaryadlash sistemasi ham bor. Ya'ni massaj sistemalarni o'chirib qo'ying. Simsiz zaryadlash sistemasini yoqqaningizda shu telefonni shu yerga qo'yasiz, bo'ldi. Mana zaryad o't. Zaryad o'tganini bildirib ham turadi. Undan tashqari ushbu avtomobilimizda eshiklarni avtomatik qulflash rejimlarini yoqib o'chirishingiz mumkin. Bu sizga nimaga kerak? Agar oilangizda yosh bolaliklar ko'p bo'lsa, yosh bola chiqqanda harakat davomida avtomobil o'zini o'zi to'liq blokirovka qiladi. Shtobi bolalar ichkaridan mashinani ochib yuborgan taqdirda ham sizni buyrug'ingizsiz avtomobil oynalari yoki shu eshiklari ochilmaydi. Xavfsizlik sistemasi tomonidan ham ancha yaxshi bo'ladi. Yoritish sistemalarini o'zingizga moslasangiz bo'ladi. Qo'shimcha bunda shomdatchiklar bor, ya'ni bizni til bilan aytganda qorong'ida harakat qilayotganingizda to'g'ridan kelayotgan obyekt bor bo'lsa, shu o'zini holatida turadi chirog'i. Agar mashina yo'q holatda o'zi avtomatik dalniyni yoqib sizga yo'lni yoritib berish funksiyasi ham bor. Qo'shimcha ravishda agar yomg'ir yog'sa, shu yomg'ir artish stiklojitlari o'zi avtomatik ishlagan holatda oynalarni tozalab, artib turadi. Yomg'irda tezligiga qarab, u ham tezligini oshirib, paslatishi mumkin bo'ladi. Hop, undan tashqari bu mashinamizda juda ham ko'p rejimlari bor. Rulni o'zini ham 3 xil sistemada harakatini yumshoqroq, qattiqroq yengilroq qilsanglar bo'ladi. Mana oson rejimda, sport rejimiga olganingizda rullar ozgina qattiqlashadi. Sababi tezlikni muvozanatini saqlab turish uchun. Qo'shimcha ravishda avtoparkovkaga kirganingizda mashinani oldi orqasini to'liq nazorat qilishingiz uchun avtomobilda 360 gradus kamera ham o'rnatilgan bo'ladi. 360 gradus kamerani
man sizlarga ko'rsatib berishim mumkin. Misol uchun mana hamma tomondan mashinani holatini ko'rib tursanglar bo'ladi. Ya'ni bunda bu mashinani ayollarimiz haydaydimi, erkaklarimiz haydaydimi, qanaqa holatda ham burishga qiynalmaydi, sababi mashinamizning razmeri katta. Lekin burish uchun juda ham qulay bo'lish inobatga olgan holatda shu sistemalarni ham shu avtomobilga o'rnatib qo'yilgan. Qo'shimcha sizga oldindagi mashinadan masofani saqlab turish uchun ogohlantirish funksiyasi o'rnatilgan. Ya'ni siz oldindan harakatlanayotgan mashinaga yaqinroq kelgan taqdiringizda shu xavfdan ogoh qilish bo'yicha sizni ogohlantirib turadi. Qo'shimcha ravishda yondan, sizni har tomondan mashinalarning harakati sizga yaqin kelayotganligi bo'yicha ogohlantirib turadi. Undan tashqari cruise control ham bor. Ya'ni danli yo'llarga chiqqaningizda bir xil tezlikka qo'yib mashinani harakatlanishga buyruq beradigan bo'lsangiz, u polosalarni ushlagan holatda o'sha yo'nalishdan chiqib ketmagan holatda harakat qila oladi. Oldindan mashina chiqib qolgan taqdirda yoki oldindan harakatlanayotgan mashina to'xtagan taqdirda bu ham o'zini o'zi siz tormoz ezmasangiz ham to'xtata oladi. O'shunaqa funksiyalari bor. Yo'l belgilarini to'liq o'qish sistemasi ham avtomobilimizda o'rnatilgan. Aynan bitta tezlikni qo'yib, necha tezlikda ko'rsatib berish kerak, ogohlantirish kerak, o'shalarni topshirig'ini berib qo'ysangiz ham shunga qarab harakat qilaveradi. Undan tashqari avtomobilimiz displeylarini tushuntirib chiqdim, audio sistemasini tushuntirib chiqdim. USB orqali, Bluetooth orqali, CarPlay, audio avto orqali avtomobilni to'liq moslashsangiz bo'ladi. Bu yerlarga ham o'zingiz xohlagan tartibda sizga kerakli funksiyani qo'yib olishingiz mumkin bo'ladi. Turishini yoki o'zini joyini o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari qo'shimcha ravishda avtomobilimizda mana klimat kontrolida ko'rsatib o'tirgan rullanish sistemasi hammasini ham oynadan, ham ruldan boshqarishingiz mumkin. Shu avtomobilimizda qo'shimcha mana qo'yib ketishingiz uchun barli narsalaringizni qo'yish uchun bu avtomobilimiz nedorojniy bo'lgani uchun tog'li yo'llarda harakatlanganingizga qo'shimcha ushlagichlar bu yoqdan ushlasangiz bo'ladi. Shunaqa narsalar tashkil qilib qo'yilgan. Avtomobilimizda hattoki xolodilnik ham bor. Yoz kunida suvingiz muzdek turadi, qish kunida issiq qilib qo'ysangiz bo'ladi. Podstakanchiklar ham qo'yib ketganmiz. Xullas, inson uchun barcha ehtiyojlarni qondirishga ushbu avtomobilimizda hamma funksiyalar juda ham o'zini o'rniga ega bo'lgan holatda ishlaydi. 89 modelimizni nafaqat tashqi ko'rinishidan, salonlarini ko'rinishi bo'yicha ham ranglaridan o'zingizga yoqqan rangda zakaz qilsangiz bo'ladi. Именно sizga ko'rsatgan avtomobilimiz saloni qora rang edi. Mana bu qora 89imizni saloniga e'tibor berishingiz mumkin. Oranjiviy rangda bo'ladi. Juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan. Bu ayniqsa qora bilan kombinatsiyasi juda ham zo'r chiqishadi. Именно ushbu avtomobillarni xarid qilishinglar uchun shu Namangan shahar Chorsu dahasida joylashgan Turon universitetini yonida yonma-yon bo'lgan Avtorinik, ya'ni Haval avtosaloni rasmiy dilerlik markaziga tashrif buyurishingiz mumkin. Bu yerda siz tanlayotgan mashinalardan tashqari boshqa modellarimiz ham bor. Kelib, ko'rib, yoqtirib xarid qilsanglar bo'ladi. Ushbu avtomobilimizning narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 535 million 900 ming so'mdan boshlab 580 million so'mgacha pozitsiyasiga qarab narxi o'zgaradi. To'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlar bilan bog'lanasizlar va to'liqroq ma'lumot berishdan hamisha mamnunman. Sizlarni avtosalonda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.